aptekada sizlarda shunaqa holat bo'lgan, menda bo'lganda, men misol haligi kirib turib aptekasiga, "Opa, mana 3-sidagidan bormi?" deysiz, 3-sidagi demasangiz tushuntira olmaysiz haligi. Chunki varaqqa yozilgan narsa bir grekchada yozilgan bo'ladi, uni aptekachi biladi, doktor biladi, xolos, boshqa birov tushunmaydi. "Mana shundan bormi siz?" "Ha, bor" deydi. "Necha pul desiz?" "1,5 million so'm" deydi. "Opa, mana senga jicha o'xshagan, bundayroq ta'sirchanligi jicha mandayroq bo'lsa ham, bundayroq jicha sal-pal arzonroq yo'qmi desiz?" "Bor" deydi, "mana onisi bor." 10 ming so'm deydi-yu. "Opa, qanday u 1 million 490 ming so'm farq qilyapti bu? Nima bu? Men rangi o'xshasa bo'ldi demadim dorini. Yo bir marta shimilganmi mana, yomg'irda qolib ketganmi? Qanaqasiga unaqa? Yo 1,5 millionga puling yetmasa 10 ming so'mlik tarakan dorini ichib o'lib ket deyapsizmi desiz. Yo endi o'zi so'radi. Uyda bilasizlarmi? Opa-dadalar sirog o'tgan dorini ichib yuboradi, dedushkalar. Va shu farqi, paracetamol ichi sirog o'tib qolgan bo'lsa, sal kamroq ta'sir qiladi deb o'ylayman. O'limdan va shu qo'qishi yo'q. Izgatovlini SSSR tursa ham, bu SSSRda qattiq chiqqanda dorilar urib peshoradi-yu.